O'rtoqlar, bugungi keysamiz burun anatomiyasini ko'rishimiz mumkin. Hammada burun anatomiyasi o'ziga xosligi bor. Bugungi keysimizda ahamiyatli tomoni garbinkasi bor burunni ko'rishimiz mumkin. Burun uchi qolgan qismlariga nisbatan katta, qanotlar sohasi keng, yon tomonga yoyilgan, uchi biroz oldinga tushgan holatda. Agar odatdagidek taktikada operatsiya qiladigan bo'lsak, ozgina noproporsional burun formasiga ega bo'lib qolishimiz mumkin. O'ziga xos jihati bu burnimizdan nima qildik? Perinosni ozgina ko'tardik, ya'ni korinos ko'tarildi, o'shani hisobiga garbinka yo'qotildi. Anfas holatda ko'rishimiz mumkin. Spinka ingichkalashtirildi, burun uchini juda ham kichraytirmasdan yuzlariga mos holatda rotatsiyasini ko'kilni effekt berib yuqoriga ko'tardik. Qanotlar ichki tomondan olib yuzlariga mos holatda ixcham ko'rinishga keltirildi. Bemorimiz xohishlari inobatga olingan holatda. Nafas funksiyasi ham tiklangan, klaplar bartaraf qilingan. Aytmoqchi bo'lganim, har doim ham rinoplastikada bitta taktikada yechim qilish qiyin. O'ziga xosligini albatta inobatga olish kerak burun anatomiyasi.